Kalpeda nasos, fikanli, kanalizatsionniy nasos 33 tonna suv ko'taradi, 11 metrgacha ham ko'taradi. Ham flansli, ham rezbovoy rastrubi bor. Rezba bu narsa ham qotirsa bo'ladi yoki flans qotirsa ham bo'ladi avtomobildagi. Buni eng zo'r fishkasini hozir ko'rsatib beraman. Biz ko'pchilik pichoqli nasos xohlaymiz. Pichoqli nasos hamma narsani chiqarib oladi deb o'ylaymiz. Lekin pichoqli nasosga agar mana bu mato mana shunday kelsa, qattiq ushlab tursa, kesib maydalab chiqaradi. Lekin choch nimadirlar pichoqda o'ralashib muammo bo'ladi, tiqilib qoladi. Fikanliga mana bunaqa svobodniy proxodi katta bo'lgan nasosda ishlatiladi. Mana shu ichida ko'rsak, mana teshiklari katta. Bu nasosni fishkasi mashinani pulti. Bunaqasiga qancha? Bir 6 santimetrmi? Shunaqa. Agar tushib ketsa, shunga o'xshagan qattiq narsa. Tushib ketsa, shunda bu yerdan kirib, bu yerdan aylanib chiqadi mana. Tiqilib qolib muammolar bo'lmaydi. Uncha matolar, bir narsalar o'tib ketadi. Agar mabodo adashib qo'lida nimadir mana shunaqa sharikka o'xshagan narsalar, qattiq jismlar tushib qolsa ham kirib chiqib ketadi. Mana shunaqa nasosni taklif qilaman kanalizatsiyaga.